Sizlar ovozlaring kelyapti. Yaxshimi, tinaqmi? Ha, tiniq. Meni ovozimchi? Zo'r kelyapti, ovoz o'ta tiniq. Mana kameralar ishlaydi, telefonga qo'ydik. Hozir biz Kislorodga eng voy joyda turibmiz. Hozir biz Mingbuloq tumani Bekpangi qishlog'idamiz. Ko'ryapsan, tabiatni bayda eng toza Kislorodga boy joy shu yer mana dala. Mana bug'doyzorda turibmiz, bu tomon daraxtzor. Biz bu yerga bir xonadonga ezvis sim kartali kamera o'rnatgani keldik. Bu xonadonga, bu tomonga kameralarni o'rnatib, ishlatib, telefonlarga ulab berdik. Aka Rossiyada ko'rib ulab oldilar. Hozir o'zlari ko'rib tekshirib chiqishyapti. Kimda shunaqa kamera o'rnatilgan joy bo'lsa, xonadon, do'kon, ishlab chiqarish, kichik va katta korxonalar bo'lsa, bizga bemalol aloqa qilsin. Mana shu dala joylari bo'lsa, ham aytaverasizlar. Dalalarga, baliq ko'llariga olib borib, quyosh panelli, pattazda uzoqda yaqin bir kamera o'rnatib beryapmiz. Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryodan zakaz tushadi, lekin bitta tushyapti. Agar o'sha tomondagilar bir pardishga qilib 5-10 ta zakaz olsak, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpoqgacha borib, iloji boricha borib, uy joylarga ham kamera o'rnatib, telefonlarga ulab berib kelamiz. Sog' salomat bo'lasizlar, Mingbuloq kameralari har doimgidek xizmatingizda.